I tovushi va I harflari. Aziz bolajon, harflar mamlakatiga sayohatimiz davom etadi. Sayohatimiz sizni bilimdon bo'lishingizga ko'maklashadi. Qani ketdik. Unli tovush. Unli tovushlar talaffuz etilayotganda o'pkamizdan chiqayotgan havo oqimi hech qanday to'siqqa uchramaydi. Lablaringizni jilmaygan holatdagidek tishlarni bir-biriga yaqinlashtirib ayting. Birgalikda aytamiz. Mana bu bosh I va kichik I harflari. So'zlarni bo'g'inlarga bo'lib, bo'g'inlardan I tovushini toping. Nina, ip, kiyik, ikki. Bo'g'inlar ikki turli bo'ladi. Ochiq bo'g'in, yopiq bo'g'in. Agar bo'g'in undosh tovush bilan tugasa, yopiq bo'g'in. Unli tovush bilan tugasa, ochiq bo'g'in deyiladi. Kiyik so'zida bitta ochiq, bitta yopiq bo'g'in mavjud. Menga juda o'xshagani simyog'och va terakdir. Ikrom, ilhom so'zlarini mendan boshlash kerakdir.